Ciddi qiyshaq olib qoldimmi? Oqshimingni bermagan uchun mana. Oyi, men uchrashuvga ketdim. Issiqda egar qizib ketdim, balo. Nig'mat aka, yana baloningizni teshib qo'ydingizmi? Ha, teshildi. Lekin mashinalarni olib kelib qo'ydim. Jahon standartlariga javob berar ekan. Yamanlarni ko'rdim demas ekan. Yumshoq o'tib ketar ekan. Zo'r bo'pti-da Nig'mat aka, velligimni tashlab ketyapman, uchrashuvga ketyapti ro'dim. Voy. Campeão da masma, entra yangi masa kilada. Olgan paswada, madre que bar momo, tugulada koitana banana. To'xtab turing, mana shu egar chiqarib olay. Otdan tushsiz ham egardan tushmas ekansiz a? Voy, yomg'ir yog'adi, panaga o'taylik. Ko'zim achishyaptimi? Sochingiz yomg'irda ko'pirib ketdi. Gelim tugadi-da, shampon surtdim o'rniga. G'irt qo'yag'i bor ekansiz. Voy. Turing, shuni siqmadimi? Endi aka, bu o'zining nomi bilan o'g'ri mahalla. Narsalaringizga ehtiyot bo'ling, shuni bo'ling. Yaxshi ham mana kinotkali telefonim olib ketib qolishman. Telefon ketdi-da. Akajon, uyga yetib olay. Telefoningiz bo'lsa berib turing, shunday telefon qilib olay. Mayli. Telefoningiz olib ketdimi? Kichkina orqasidan. Bu meni sheriklarim, chiqar pulni. Va, onasini yemsin. Bu o'g'ri mahallada kimga ishonishni ham bilmaysan. Mana, bor pulim, mana. Nima yurmayapti endi bu ham? Benzinni olguncha moni oling, mo skuterni oling. Hozir mayada edingmi, mayada paydo bo'lib qoldingmi? Itashib olaylikmi? O'zim olib ketaman. Yaxshi ham mana skuterimni nevaramga olgan anjonli bola to'yis qoldi. Endi mendan hech baloni o'g'irlash olmaysanlar. Orasini yemsin. Skuterim qani? Voy, onang. Shipshidon bo'ldim, qaytib bu o'g'ri mahallaga kelma. Aka telefon bor, olasizmi? Olaman, uyga yaxshi yetib olay, mana paypog'im ichida asragan 200 dollarim bor, bering. O'zimning telefonimmi? Voy, telefonim. Voy, bolalar. Voy, telefonim. Voy, qo'yag'lar. Aka, toza tabiasal olasizmi? Yo'q, kerak emas. Aka, ariyani to'zitib o'zim olib kelyapman. Qarang, chaqib tashladi. Yo'q, kerak emas. Ona arisi ham bor ichida. Voy, ona arini qidirib kelishdi. Voy. Yangilikni qara. Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 15% to'lab, uy xarid qilishingiz mumkin ekan. Zo'r ekan-ku. Bolangizga hunaram o'rgatay demaysiz. Hatto bu sportga boring. Dada. Ana, daydingiz keldi. Dada, daftarim tugagan ekan, mashinangizda dars qildim. Dada, mana kapoti bilan mana taraflarda matematikadan dars qildim. Mana bu tarafida odam va uning salomatligidan dars qildim. Ertaga mashinangizni berib tursangiz, ustozimga uy vazifani ko'rsatardim. Qo'yag'i, signal berma. Odam bo'lib keldik, odam bo'laylik. Sen odam bo'lmaysan. Joningga tegdi. Nima qilding mashinani? Yur oldinga tush. Sportga beraman seni. Bolangiz hozir oyog'ini sindirib qo'yadi. Dada, raqib oyog'ini balovoy tortib sindirdim, lekin nimagadir meni oyog'im og'riyapti. Shu yoshlarga o'xshab tetik bo'lay deymanu, shu bel margat qiladi-da. Alo, qizim. Bobojon, srochniy xonamga kiring iltimos. Xonandaman qizim, gapir. Bobojon, Xonsaroyning muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich 10% to'lab xonada xarid qilmoqchi edim. Hujjatlarim juda ham kerak bo'lyapti. Xonamga kirib notebookda yonini bosing, yonadi.
Yoqdim qizim. Sichqonchani ko'rdingizmi? Chichqon? Ko'rdim chichqonni. Xonangda top o'ynama deganman. Qizim chichqon ko'payib ketibdi xonangda. Yo'q, stol ustidagi sichqonchani aytyapman. Ha, ko'rdim. Chichqonmi bu? Ha, o'shani sekin aylantiring. Aylantiryapman qizim. Nima chiqdi? Hech narsa chiqmadi qizim. Bobojon, stol ustiga qo'yib silang. Asalim, poponam. Chiqdi qizim. Strelka chiqdi. Aha, o'shani burchakka boring, burchakka. Uyni burchagiga olib keldim qizim. Obbo, kompyuterni oldiga boring, bobo. Katta odamning haqqimidi. Rabochi stol ustida papka turibdimi? Ha, papka turibdi qizim. Papkani ichida nima bor, bobo? Papkani ichida. Papkani ichida fayl bor qizim. Ha, o'sha fayl ichida nima bor? Chota fayl pusto qizim. Qo'rqitmang, bobo, qanaqasiga pustoy bo'ladi papka? Ha, mana xonangdagi stolda papka ichida fayl bor. Pustoyda qizim. Ey bobo, ekran ichidagi papkani aytyapman, ichida fayl bor, fayl. Ha, shuni aytmaysanmi qizim? Ha, mana burchakda bordi. Ha, o'shani 2 marta bosing. Ha, qizim, sen uchun 2 marta emas, 4 marta bosib qo'yaman. Ana. Nima chiqdi? Udalit все. Biz bir kam 70-yillar dachaga yo'lga chiqdik. 69-yilmiz-ku. Bir kam 70 deyover, ketdik. Otaxonlar mana dacha, faqat qiz-piz olib kelmaysizlar. Nimamizga hisob kelamiz? Nimamizga hisob kelamiz? Qudandali odam bo'lsak. Nimadir deng, quda? Indamay xo'p deb qo'yavering, quda. Onangni ham gulg'oma issiq ekan-ey. Ha, o'zi savuni issiq bo'ladi-da. Indir. Suvsin. Mazza-yu. To'g'risini ayt, qaysi birinchi chiqardi? Emas. Bunaqa ob-havo qishloqda ham bor-ku. Massaj chaqiring dachaga. Chakras qo'yi ag'la surtib, relax. Allo, massajmi? Hozir massaj chiqib keladi, atir-patir sevib olishga. Adikolon zo'rini sepganmiz. Sizlarni massaj chaqirgan? Jichcha g'alati emasmi? Otaxon, birinchi sizdan boshlaymiz. Otaxon, men tuxum bilan massaj qilaman. Tuxum deydimi? Aniq massaj chaqirdingmi? Otaxon, tayyor bo'lsangiz boshladik-a. Yakshanba kuni damalay deganingda men o ko'zing yo'layimni o'ldirib uyda yig'ishtirish kerak-da. Oyog'im to'lib ketdi. Jitta jippa qilib turgan. Aya, narkoxonaga chiqib tursak bo'lmaydimi? Nargi uyib olinar ekan, men qurisin keyin kirasanlar. Hatyab yakshanba kuni damalaylik. Voy, jichcha damalib olay, ertadan sug'ur kuni boshlanadi. Kimi adam telefoniga hozir nimadir topasizda keyin ajrashaman deysiz. Maqsad ajrashishmi? Dadasi turing bozorda qilib kelamiz. Ha, ming'illamay yo'layasiga o'xshab jag'i tinmaydi buni. Nima dedingiz? Yo'q, madam Fufu, siz nima deysiz shu? Yakshanbada ham damalami o'zim. Aka qo'y yog'idan oling, qo'y yog'idan. O'zi qo'y yog'im chiqib turibdi. Tezroq yuring dadasi. Aka, sizlarga jalba tushibdimi? Qanaqa jalba? Ha, xotiningiz har 2 soatda pirzoz qilar ekan, ovozga chidolmay qo'shnilar jalba qilibdi-yu. Yo'q, jalba tushgani yo'q. Jalba qilgan? Jalba yo'q. Jalba qilgan? Va jalba yo'q. Yo'q jalba tushmagan. Xonsaroyda uy olib chiqib ketamanmi deyman-da, shu ovozi ham eshitilmaydi. O'ta mustahkam. Nima tozalikka qarash yomonmi dadasi? Apchi! Odamni sharmanda qilding. 1000 marta aytganman ko'p bo'yanma deb. Ha dadasi, shunchaki aks turdim xolos.